Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, akalar, ukalar. Yana bitta tayyor qilayotgan zdaniyamiz Toshkent viloyati Nazarbek tumanida bo'lyapti. 8 ga 8 bo'lyapti bu joyimiz. Kichkina avion lekin balandligi 11 metr bo'lyapti. Ustunlar ko'rsataman mana. Ustunlarimiz uzunligi 11 metr. Tepasiga 6 dona firma tushyapti. Kontener profildan yasalgan mana. Kanalimizda bundan tashqari katta avionlar qo'yib boramiz degan har bitta ishlarimizga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Orqasidagi firmalarimiz balolar chiqadi bundan. Bez ustun 10 metr, 13 metrlik balolar yasab beramiz. Ustiga firmalar terib, noldan bitkizib ham beramiz zanalarda. Orqasiga o'tib ko'rsataman firmalarimizni. Mana shu firmalarimiz balandligi 1,5. Yog'i 3.10 ga to'xtagan. Bir sikatli variant yopilyapti. Undan tashqari akalar, ukalar, to'xonalar, molxona, katta ishlab chiqarishlar, shunaqa zavodlar, tomlar bo'lsa 25 metrgacha bezini yopib beramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab, hamma viloyatda ishlarimiz bo'lyapti, xudo xolasa. Pastki nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ancha arzon, sifatli, garantiyasi bor variant yopib beramiz.